Assalomu alaykum. Bizim muntazam YouTube'da kuzatib kelayotgan obunachilar, mana navbatdagi obyektimizni Xudo xolasa bitirib, ustanovka jarayonlarini tugatib oldik. Endi sizlarga qisqacha materiallar, narx-navolarni qo'ldan kelgancha obzorini qilib beramiz. Xo'p, darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, darvozaning o'zini razmeri 350 bo'lgan, yondagi nalichkalar ikki tomonga 35 sm dan 70 sm nalichka qo'yib berganmiz. Zakasnoy bo'lgan darvoza. Xo'p, bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'yimiz 370 bo'lgan, tepasiga 35 sm. Obshi 4 metrli darvoza bo'lgan. Xo'p, yondarlarimiz 8 ga 6, 1.5 stenadan foydalanganmiz. Ichiga qovurg'a profillar, oldiga to'rlanan stenasi 1.5 dan foydalangan. Tagini mustahkamroq, mashina kirish chiqishda mustahkam bo'lsin deb shivillar qilib berdik. Xo'p, lislarimizga keladigan bo'lsak, lisimizda mayda taroq deyiladi, mayda marg'ilon deyiladi, har xil nomlari bor. Xo'p, zamonlarga keladigan bo'lsak, toza zubr fermasidan zubr zamonlarni ishlatganmiz. Xo'p, kraskalarga keladigan bo'lsak, toza devo kraskalarni ishlatganmiz. G2 mokri, xo'p, ustidan temir dilakidan cho'tka qilib ishlovlarni berib qo'ydik. Xo'p, endi buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri O'zbekiston bo'ylab 500 ming so'mdan 650 ming so'mgacha zakazga qarab dastavka ustanovkachi ichida qilib beriladi. Xo'p, bundan tashqari yana darvozaning vibrlari ko'p. Kimga sifatli, tezkor, ishonchli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Albatta, telefon qilishlari mumkin. Xohlagan darvozalarni Xudo xolasa yasab, ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Bittadan like bosish esdan chiqmasin. Darvozani o'pish obzorini olib qo'ydik. Darvozani o'pish ko'rinishini ko'rib, kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Xudo xolasa darvozamiz cho'tga chiqdi.